Farg'ona shahridan ukamiz kelgan ekanlar. Fengon S508 avtomobillariga kerakli bo'lgan ilovalarni o'rnatish uchun biz bu mashinaga kerakli bo'lgan ilovalarni barchasini o'rnatib berdik. Hozir bir boshdan ko'rsatib tushuntirib o'taman. Mana ko'rib turganingizdek, birinchi o'rinda kerakli bo'lgan ilovalardan biri YouTube o'rnatib berdik. Chiroyli, qotmasdan ishlaydi. Antiradar ham o'rnatib berdik. Butun O'zbekiston radarlarini ko'rib harakatlanish mumkin onlayn formatda. Bundan tashqari Yandex navigator o'rnatib berdik. Bunga ham butun O'zbekiston kartasi yuklab qo'yildi. Bemalol offlayn formatda ham foydalanish mumkin. Ruscha, o'zbekcha klaviatura ham tushirib berdik. Avtomobil o'zida faqat xitoy tilidagi klaviatura bo'lar edi. Va bundan tashqari nazad knopka tushirib berdik. Avtomobil o'zida orqaga qaytish knopkasi bo'lmasdi. Radio ham o'rnatib berdik. Mana ko'rib turganingizdek, bemalol onlayn radio eshitish mumkin. Kimga shu turdagi xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Pastda nomerlarni qoldiraman. Manzil Namangan shahrida 6-mikrorayondan Toshkent Petekka kelaverishda. MG Namangan.